أحب الله والإسلام، أحب الله والإسلام، أحب الله والإسلام، أحب الله والإسلام، أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية. Sure Bakara tefsir 55. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Amma ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende İbn Kathir rahimehullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesinin Bakara suresi 55. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Ba'de a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Öz vaktida ey Musa, Allah'ını op-oçuk körmügiçe sana hergiz işenmeymiz dedinla. De sizlerge nazil bolgan azapni körüp turğununlarda sizlerni çakmakça soqdi. Ondan keyin sizlerni şükür qılsın dep ölgününlardan keyin qayta terildirdik. Ularning ichidagi yaxshilarning Allah Ta'ala'ni ko'rishni talab qilganligi, Allah Ta'ala'ning ularni o'ltirib qayta terildirganligi. Ularning ichidagi yaxshilarning Allah Ta'ala'ni ko'rishni talab qilganligi, Allah Ta'ala'ning ularni o'ltirib qayta terildirganligi. İbn Jarir Allah Ta'ala'ning yuqoridagi oyati haqida mundaq deydi. Allah mundaq deydi: sizlar meni op-ochiq oshkora ko'rishni, ya'ni sizlarga va boshqalarga hargiz mumkin bo'lmaydigan ishni talab qilgan vaqtinglarda sizlarni chaqmoq so'qib o'ldirdi. Chaqmoq so'qib o'ldirgandan keyin sizlarni qayta terildirishdan iborat sizlarga bo'lgan ne'matimni aslanglar. İbn Abbas Allah Ta'ala'nın ey Musa, Allah'ını op-oçuk körmügiçe sana hergiz işenmeymiz dedinla de degan ayeti haqida mundaq deydi. Allah'ını aşkarı körmügiçe işenmeymiz. Urva İbn Ruvaym Allah Ta'ala'nın sizlerge nazil bolgan azapni körüp turğununlarda sizlerni çaqmaq soqdi degan ayet haqida mundaq deydi. Ularning ba'zisini chaqmoq soqib etdi. Ba'zisi qarab turdi. Ondan yana chaqmoq soqib o'lib ketganlar terildirildi. Shuning bilan ularga qarab turganlarni chaqmoq soqdi. Suddi Allah Ta'ala'nın yuqorqi oyati haqida mundaq deydi. Ularning hammasi o'ldi. Ondan Musa aleyhisselam yig'lab turib Allah Ta'alaga mundaq deb duo qildi. Ey Rabbim, sen İsrail avlodlarining yaxshilarini yo'qotib etding. Men ularning yeniga borganimda nima deyman? Arqadan yana mundaq dedi. Rabbim, xohlagan bo'lsang ularni va meni burunla halok qilgan bo'larding. Aramizdagi ahmoqlarning qilmishi tufaylidan bizni halok qilamsan? Allah Musa aleyhisselamga yo'qotib etilgan 70 ming kishining mo'zayga ibodat qilgan kishilar ekanligini vahiy qildi. Ondan Allah ularni terildirdi. Ular birisining orqasidan birisi terilib qopti. Ularning ba'zisining qandoq terilganligini ko'rib turdi. Bu Allah Ta'ala'nın ondan keyin sizlarni shukr qilsin deb o'lguninglardan keyin qayta terildirdik degan oyatining mazmunidir. Rabi ibn Anas mundaq dedi. Ularning o'lganligi
ular uchun berilgan bir jazo bo'lib, o'zlarining qolgan umrini yashash uchun o'lgandan keyin qayta terildirildi. Qatada bu haqda Rabi'ga o'xshash dedi. Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam bu oyatning mazmuni haqida mundaq deydi. Musa alayhissalom Tavrat deyilgan taxtayni o'zining Robbining yinidan ilib qaytib kelganda ularni mo'zayga ibodat qilayotgan holatda ko'rdi. Ondan ularni o'zlarini o'ldirishga buyurdi. Ular shunday qildi. Shuning uchun Alloh ularning tavbasini qabul qildi. Ondan ularga mundaq dedi. Bu taxtaylarga Alloh taolaning kitobi Tavrat yozilgandir. Bu kitobda sizlar qilishga buyurilgan ishlar va qilmaslikqa tegishlik ishlarning hammasi bordir. Bu kitobda sizlar qilishga buyurilgan ishlar va qilmaslikqa tegishlik ishlarning hammasi bordir. Ular Musaga, sening bu so'zingni kim qabul qildi? Biz Allohni ochiq oshkor ko'rmagicha hargiz ishonmaymiz. Sening so'zingni qabul qilmaymiz dedi. Musa ularga mundaq dedi. Bu menga berilgan kitob. Sizlar buni qabul qilinglar. Ular uningga, ey Musa, nima uchun Alloh sana so'zlagandek bizga mi so'zlamaydi? dedi. Abdurrahman bu so'ziga isbot qilish uchun Alloh taolaning tuvendagi oyatini o'qidi. Ey Musa, Allohni ochiq ko'rmagicha sana hargiz ishonmaymiz. Abdurrahman sözünü davamlaştırıp bundaq deydi. Allah tarafidan ularga g'azab keldi. Tavbadan keyin ularni bir chaqmoqning so'qishidan iborat azob keldi. Ularni chaqmoq so'qdi. Shuning bilan ularning hammasi o'ldi. Ondan Alloh ularni qayta tirildirdi. U bu so'ziga isbot keltirib Alloh taolaning bu oyatini o'qidi. Ondan keyin sizlarni shukr qilsin deb o'lganinglardan keyin qayta tirildirdi. Ondan Musa ularga Alloh taolaning kitobiga ergishinglar dedi. Ular yo'q deb javob berdi. Musa ularga sizlarga nima bo'ldi deb so'radi. Ular biz o'ldirilib ondan tirildirildik deb javob berdi. Musa qaytadan Alloh taolaning kitobiga ergishinglar, ya'ni qabul qilinglar dedi. Ular yo'q deb javob berdi. Shuning bilan Alloh taolo farishtalarni tog'ni qo'mirib ularning ustiga tashlashga avatdi. Bu keltirilgan so'zning mazmuni ular terildirilib bo'lgandan keyin Musa alayhissalom ilib kelgan dinga ergishishga chaqirilganligini bildirdi. Ularning qachon chaqirilganligi to'g'risida Mavardi mundaq ikki xil ko'z qarashni so'zlab berdi. Birinchisi, ular o'lish va terilishni o'z ko'zi bilan ko'rib, Musaga ishonishga majbur bo'lganiga qadar ulardan Musa alayhissalomning diniga ishonish ko'tarilib ketgan, ya'ni ular shu vaqt ichida ishonishga chaqirilmagan. Ikkinchisi, ularning ichidagi aql hushi joyida o'lmagan kishi amal ibodatsiz qolmasin deb ular shu diniga ishonishga chaqirilgan holatda qoldi. Shu vaqtning ichida Musaning diniga ishonish ko'tarilib ketmagan. Qurtubi mundaq deydi. To'g'risi ikkinchisidir. Chunki Isroil avlodlari hayotida nurg'unlagan odatdan tashqari cho'ng ishlarni o'z ko'zlari bilan ko'rdi. Ular shu ishlarni ko'rgan vaqtidami diniga ergishish ko'tarilib ketmagan edi. Sizlarga bulutni soyvan qilib berdik. Sizlarga taranjibin bilan bu dinni tushirib berdik. Biz sizlarga rizq qilib bergan pok, shirin narsalardan yeb ichinglar dedik. Ular ne'matlarimizga noko'rlik qilish bilan bizga emas, faqat
o'ziga zulm qildi. İsroil avlodiga bulut bilan soy qilib berganligi va taranjibin bilan bo'dinni tushirib berganligi. Yuqorida Alloh taolo ularga kelgan azobdan to'sib qolganligini bayon qilib bo'lib, bu yerda ularga to'liq bergan ne'matlarini eslatishga boshlab mundaq dedi. Sizlarga bulutni soyvan qilib berdik. Ya'ni ular Tay degan yerda quyosh optipidan saqlanish uchun oq bulut bilan soylandi. Bu oyatning ma'nosi haqida Hasan va Qatada qatorliqlar mundaq dedi. Bu ish Badriya degan yerda yuz bergan bo'lib, Alloh ularga kunning haroratidan saqlash uchun bulutni soy qilib berdi. Ali ibn Abu Talha sizlarga taranjibinni tushirib berdik degan oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Taranjibin ularga daraxtning ustiga tushadi. Ular at deganda chiqib, uningdan xoligancha yeydi. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi. Sutdan oq, hasaldan tatliq taranjibin ularning mahallariga tong yo'rg'andan boshlab kun chiqquncha qor yoqqandek tushadi. Ularning har biri uningdan shu kunda yetkidek oladi. Uningdan jiq elib qolsa, buzilib qilib hech narsa qolmaydi. 6-kuniga kelganda biroqla 6 va 7-kuniga yetkidek elib oladi. Chunki 7-kuni ularning dam ilish kuni bo'lib, u kuni hech kim o'zini qamdash, turmush kechirish uchun harakat qilmaydigan bir kun edi. Bo'dinimi har kuni taranjibinga o'xshash o'zlariga yetkidek bo'g'izlanadi. Uningdan ortiq bo'lib qolsa, buzilib qilib hech narsa qolmaydi. 6-kuniga kelganda biroqla 6 va 7-kuniga yetkidek bo'g'izlanadi. Chunki 7-kuni ularning dam olish kuni edi. Ularga aytdiki, sizlar biz rizqlantirgan lazzatlik narsalardan yenglar. Ular bu ulug' ne'matlarga nonko'rlik qilish bilan bizga ziyon solg'ini yo'q. O'zlarini Alloh taolaning azobiga duchor qilishlari bilan o'zlari zulm soldi. Biz ularga rizq qilib bergan narsadan yeyishga va ibodat qilishga buyurdik. Ular Alloh taolaning barlig'ini ko'rsatib berdigan ochiq paketlarni, oshkor mo'jizalarni va odatdan tashqari bo'layotgan ishlarni ko'rib turib, Alloh taolaning buyrug'iga qarshilik qilib va uningga kofir bo'lib, o'zlari zulm qildi. Boshqa payg'ambarlarning sahobalaridan Muhammad alayhissalomning sahobalarining ortiq ekanligi. Sahobalarning Muhammad alayhissalom bilan birga qilgan safarlarida va jang maydonlarida tortgan jafo mushaqqatlariga sabr qilib, tavranmay turganligi qatorliq jihatlardan boshqa payg'ambarlarning sahobalariga qaraganda ortiqchiligi gavdilanib turdi. Masalan, kunning qattiq qizib ketgan chaqda, vaqtida bo'lgan Tabuk urushidami payg'ambar alayhissalomga shunda qulay turuqliq boshqa payg'ambarlarning sahobalari so'ragandek odatdan tashqari ishlardan birini talab qilmadi. Lekin ularni ochliq bak qiynayotganda o'zlarida qolgan ozgina oziqliqni yig'ib kelib, payg'ambar alayhissalomdan shuni barakatli qilib berishni so'radi. Payg'ambar alayhissalom Alloh taologa duo qildi. Ondan ularni har biri o'zlarining qochillarini elib olishga buyurdi. Shuningdek
suğa ihtiyacı düşkende Peygamber aleyhisselam Allah'tan soradı. Ondan bir bulut gelip ularga yağmur yağdırıp berdi. Sudun hemmisi qangıcı içti. Tögüllerini soğardı ve qaçınlarını toşquzub su ilip aldı. Ondan bulut qarıvidi. Bulutning ular turayotgan yerden başka bir yerge yağmur yağdırmaganligini ko'rdi. Mana bu hamma ishning Alloh taolaning taqdiriga bog'lanishli ekanligining cho'ng dalilidir. Öz vaqtida Musa orqali ajdodlaringga bu shaharga, ya'ni Baytul Muqaddas kiringlar. O yerde xalığınыңlarca keng taşa yep içinglar. Beytul Muqaddas darvozasidan shukr qilish yuzidan sajda qilgan holat oldi kiringlar. Rabbimiz gunohlarimizni kechirgin denglar. Gunohlaringlarni mag'firat qilamiz. Yaxshilarga texmi ortiq savob beramiz dedi. Zulm qilg'uvchilar o'zlariga sözlengen sözünü başka sözge özgertip etti. Zulüm kılgıçılar yoldan çıkkanlıkları, yani Allah Teala'ga asilik kılganlıkları için ulağa osmandan azap düşürdü. Allah Teala Beytul Muqaddesni Yahudilarga fethi kılıp bergenden keyin ulağının Allah Teala'ga şükür kılışının ornaga buzgunçılık kılganlığı. Ular Musa aleyhisselamның hamrohligida Misrdan kelganda Baytul Muqaddasga kirib, uning ichidagi kofirlar bilan urush qilishga buyurildi. Ular urush qilishdan qo'rqib, kofirlar bilan urush qil unimidi. Allah ularni iziq turish orqali jazoladi. Kirishga buyurilgan zaminni Baytul Muqaddas emas, balki Ariha deganlar mubah. Bu söz İbn Abbas ve Abdurrahman İbn Zeyd qatarlıqlardan rivayet qılındı. Bu vaqalik, yani Beytul Muqaddasni yoki Ariha degan yerni itishi ularning 40 yil iz qilib yurib, keyin Yusha alayhissalom bilan billa chiqqandan keyin bo'lgan. Alloh taolo ularga shaharni juma kuni kech vaqti bilan fethi qilib berdi. Shaharni elib olsin deb shu kunni bir oz to'xtatib berdi. Ular shaharni qo'lga olgan vaqtda, ya'ni shaharni elish uchun bo'lingan bu urushda Alloh taolaning ularga ato qilgan nusratiga ularga shaharlarni qo'lga qaytirib bergan, ularni ezib yurishdan va gumrohlikdan qutqizganligiga Alloh taolaga shukr qilish yuzidan shaharning ishigidan kamtarlik bilan sajda qilgan holda kirishga buyurilsa, ular bu buyruqqa xiloflik qildi. Ya'ni beshini egiz ko'tarib g'adiyib kirdi. Alloh taolaning Rabbimiz gunohlarimizni kechirgin denglar degan oyati to'g'risida Ibn Abbas mundaq deydi. Gunohinglarga mag'firat tilanglar. Bu oyatning ma'nosi haqida Hasan ve Qatada qatorliqlar mundaq deydi. Ular mundaq deydi: bizning kamchiliklarimizni kechirgin. Gunohinglarni mag'firat qilamiz, yaxshilarga texmi ortiq savob beramiz. Ya'ni sizlar biz buyurgan ishlarni qilsanglar, biz sizlarning o'tkazgan gunohinglarni, kamchiliklarni kechirib, yaxshiliklarni necha hassa ko'paytib beramiz. Alloh taolo Nasr suresida degandek, shahar fathi bo'lganda ular Alloh taolaga söz ve hareketi bilen bo'ysunishga, gunohlarini tonib, onu kechirishni so'rashga ve Alloh taolaning ularga bergan ne'matiga shukr etishga, Alloh taolaning dargohida yaxshi bo'ladigan ishga undashga buyurildi.
Allah Nesr surasida mundaq deydi. Allah'ның yardımı ve galbisi kelgen ve Allah'ның diniga kishilarning top bulup kirgenlikini körgününgde Rabbinge tesbih etkin. Hamda etkin ve onundan mağfiret tiligin. Allah hakikaten tevbini bek kabul kılgıcıdır. Zulüm kılgıcılar özlerine sözlengen sözünü başka sözge özgertip etdi. Digen sözünün ma'nisi degan so'zning ma'nosi haqida Imom Buxoriy Abu Hurayradan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Isroil avlodiga sizlar ishikdan Alloh taolaning sizlarga bergan ne'matiga shukr qilish yuzasidan sajda qilgan holda bizning gunohlarimizni kechirgin danglar deb buyurilsa, ular ishikdan sağrısını yerge sürkep, keyinçilab kirip, deyişki buyurulgan sözünü almaştırıp, arpının dini dedi. Ula Allah Teala'nın buyruklarına boysunmağanlığı için Allah özünün azabını onlara düşürüp mındaktaydı. Zulüm kılgıcılar yoldan çıkanlıkları, yani Allah Teala'ya asilik kılganlıkları için Ulağı asmandan azap düşürdük. Zehhak İbn Abbas radıyallahu anhumanın mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qur'ondagi barliq rajz degan so'z azab degan ma'nini bildirdi. İbn Abu Hatem, Said ibn Malik ve Usama ibn Sabit qatorliqlardan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Taun degan rajz bo'lib, sizlardan ilgir o'tgan kishilarga berilgan bir turlik azobdir. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Baqara sura tafsirining 59. ayetigacha o'qidik. Oxirini keyin davomlashtiramiz biiznillah. Va oxiru davona valhamdulillahi robbil alamin.